Kech kelyapsiz bugun. Xotinimni qabriga borib ozgina Qur'on tilovat qilib keldim-da. Shu xotiningiz o'lsa ham hech unutmaysiz ekan endi. Siz ovqatingizga qarang. Qizim, onangiz bilan chiqishib oldingizmi? Sizni xafa qilishmayaptimi? Ha, yaxshi ekanlar. Birinchi onam yolg'onchi edilar. Bu onam bo'lsa rost gapirarkanlar. Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki birinchi onam aytardilarki, qizim, agar sho'xlik qilsang, sanga ovqat bermasdan qamab qo'yaman derdilar. Lekin sho'xlik qilsam, erkalatib, o'pib baribir ham ovqat berardilar. Bu onam rost gapirarkanlar. Qizim, sho'xlik qilmagin. Agar sho'xlik qilsang, ovqat bermayman dedilar. Bu gapni esdan chiqarib sho'xlik qilib qo'ygandim. 3 kundan emas ovqat yeganim yo'q. Dadajon, menga yolg'onchi onam olib kelib bering. Ularni rosa sog'indim. Yosh boladay erkalab aytdim. Orangizda onam bo'lsaydi